bu loyihaning o'zi maqsadi nima, qanaqa qilib ishlaymiz, qanaqa qilib daromad ko'ramiz, hammasini tushuntirib beraman. Qanaqadir joylariga tushunmasangiz savol berasiz, oxirida savollaringizga ham javob beraman. Diqqat bilan eshitib turasiz. Xo'p, bu Dari Paluchay loyihasi hisoblanadi. Ya'ni sizni taklif qilingan joy Dari Paluchay loyihasi hisoblanadi. Ya'ni ruschani bilsangiz, Dari Paluchay degani, Dari til bu beruvchi degani, Paluchay til bu qabul qiluvchi degani. Dari Paluchay loyihasi hech qanaqa o'yin emas yoki kompaniya emas yoki pul tikish yoki pulingizni qo'yib ko'paytirib oladigan yoki bu yutish yoki yutqizish degan narsalar yo'q. Bu biznesga kirib kelayotgan har bitta inson o'zini ishxonasini ochiladi, ya'ni har bitta insonga ishxona ochiladi, ya'ni kabinet ochiladi. Registratsiyadan o'tishingiz uchun sizni yoshingizni ahamiyati yo'q. Ya'ni bizning ishxonamiz bu Telegramda bo'lgani uchun, sizni yoshingizni ahamiyati yo'q. Ya'ni Telegramni tushunsangiz bo'ldi. Bizda 7 yoshdan 70 yoshgacha ishlaydi. Endi xohlagan davlatingizdan ishlashingiz mumkin. Ya'ni siz Amerikadami, Afrikadami, Koreyadami, Turkiyadami farqi yo'q. Telegramingiz bo'lsa bo'ldi. Endi bu biznes qonuniy loyiha hisoblanadi, ya'ni bu yerda foiz ham yo'q, bu yerda va qonuniy loyiha hisoblanadi. Endi bu biznesga kirayotgan paytingizda o'zini 3 ta sharti bilan tanishtirib o'tadi. Sizga birinchi 3 ta shartini tushuntirib o'taman-da, keyin sizga o'sha 1,200,000 so'mdan boshlanadigan daromadli summalarini tushuntirib o'tib ketaman. Ekran ko'rinayotgan bo'lsa, qizil, sariq, yashil va oq doskalari turibdi. Xuddi shunaqa qilib sizga ham ishxona ochiladi. Ya'ni Telegramingizga doska ochiladi, ya'ni bot ochiladi. Registratsiyadan o'tayotgan paytingizda aytadigan birinchi sharti, siz deydi, umringiz davomida bir marta 150,000 so'mga o'zingizga biznes joy sotib ola olasizmi deydi. Ikkinchi sharti, mana sizga Telegramingizga doska ochildi, ya'ni ishxona ochildi. Sizda ishlaringiz bor yoki o'qishlaringiz bor, qanaqadir bizneslaringiz bor. Ulardan tashqari holda kuniga 1-2 soat vaqt ajratib, mana shu ishxonangizdan xabar olib tura olasizmi deydi. Va uchinchi sharti, siz ham insonlarni bu biznesga taklif qila olasizmi degan shartini qo'yadi. Kamida bitta, ko'pida o'zingiz xohlaganingizcha taklif qilishingiz mumkin deydi. Nima uchun taklif qilamiz? Chunki mana shu doskalarda harakatlanishimiz uchun taklif qilamiz. Ya'ni mana shu doskalarda harakatlanib daromad ko'riladi. Ya'ni siz kimgadir taklif qilganingiz uchun foiz yoki ball yig'maysiz bu yerda, faqatgina doskalarda harakatlanishimiz uchun taklif qilamiz. Va chetdagi oq doskalardan biriga tushamiz va oqlar to'lgandan keyin, misol uchun bir raqamiga odam bor ekan, siz 2 raqamiga tushishingiz mumkin. 3 va 4 raqamiga ham odamlar tushishi bilan shu 4 ta inson 4 ta yashilga, 2 ta yashilga, 2 ta sariqqa, sariqdagiga qizilga. Xuddi shunaqa qilib surilib qizil doskaga yetib borasiz, ya'ni qabul qiluvchi joyga. Qabul qiluvchi joyga tushganingizdan keyin sizga 4 ta o'ng tarafdan va 4 ta chap tomondan sizga 8 ta inson 150,000 so'mdan yig'ib beradi. Ya'ni birinchi doskadan oladigan daromadingiz 1,200,000 so'mdan boshlanadi. Endi bizning xuddi shunaqa doskalarimiz, ya'ni pog'onalarimiz 7 ta. Siz o'sha har 8 tadan har 3 tasini yuqori doskaga ham daritil bo'lib kirishingiz mumkin. Ikkinchi pog'onamiz bu bronza. Undan ham navbatingiz kelib Paluchay til bo'lganda 450,000 so'mdan 8 ta insondan olasiz, ya'ni 3,600,000 so'm bo'ladi. Uchinchi doskamiz bu kumush. Kumushdan 12 million so'm, oltindan platinadan 112 million va daromadlaringiz o'sib 7-bosqichgacha o'sib boraveradi. Endi shu 7 ta doskaning daromadini hammasini, ya'ni 1,200,000 so'mdan tortib boshqa 7 ta doskaning daromadini hammasigacha bir marta emas, ya'ni hamma doskaning daromadini qayta aylantirib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Endi sizdan talab qilinadigan narsa o'sha bir marta 150,000 so'm bilan kirib kelasiz. Yoningizdan boshqa rasxod qilmaysiz. Komanda bilan rivojlanadigan loyiha hisoblanadi. Ya'ni insonlarni taklif qilib, ya'ni mana shu doskalarda harakatlanishimiz uchun taklif qilamiz va ularga ham, ya'ni taklif qilgan insonlaringizga ham ma'lumotlar berib, o'rgatib boriladi. Ya'ni bu yerda jamoa bo'lib birgalikda ishlanadigan loyiha hisoblanadi. Siz ham o'sha taqdimotda o'tishni, registratsiyalarni hammasini o'rganib olgunizcha o'zimiz yordam beramiz. Xo'p, kimda qanaqa savollar bo'lsa bersanglar bo'ladi. Yangilarimizda Shahlo yangilarimizda kimda qanaqa